Afsuski, boshqa organlarda ham bo'lishi mumkin. Ma'lumotlar bazasini ham sotuvga qo'yib yuborishyapti. Istalgan tashkilotda shunaqa insonlar chiqishi mumkin. Bugungi kunda O'zbekistonda kiberjinoyatlarning 98% bank kartalari bilan bog'liq bo'lib, ularning aksariyati firibgarlik yoki o'g'irlik ko'rinishida sodir etilmoqda. Shundan 60% zararli havolalar va dasturlar orqali mobil qurilma yoki karta boshqaruvini egallash, 16% SMS kodni qo'lga kiritish orqali akkauntlarni boshqarish, 11% onlayn savdo platformalaridagi firibgarliklarga to'g'ri kelmoqda. 9% kiberjinoyatlar esa turli moliyaviy aldov sxemalari orqali amalga oshirilmoqda. Bu yuzasidan Ichki ishlar vazirligi Tezkor qidiruv departamenti kiber xavfsizlik markazi tomonidan o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lumot berildi. Jinoyatga sodir etayotgan usullardan bittasi bu hammamizga tanish APK viruslar yoki APK ko'rinishidagi zararli havolalar bo'lib. Tadbirda kiber xavfsizlik markazi xodimlari, Markaziy bank va Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyati, bir qator tashkilotlar xodimlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Unda mamlakatda kiber xavfsizlikni ta'minlash, aholining raqamli savodxonligini oshirish va internet firibgarliklariga qarshi kurashish masalalari muhokama qilindi. Shu bilan birgalikda bugungi kunda internet tarmog'idan foydalanish imkoniyatlari kengaygani sayin kiber jinoyatlar soni ham ortib borayotgani qayd etildi. Xususan, tahlillarga ko'ra 2023-yilda kiber jinoyatlar umumiy jinoyatchilikning 6,2% ni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 44,4% ga yetgan. Ya'ni deyarli har ikkita jinoyatdan biri axborot texnologiyalari vositasida sodir etilgan. Bugungi kunda Mirzo-Ulug'bek tumanida Ichki ishlar boshqarmasining organi o'sha axborot texnologiya sohasidagi jinoyatlarni oldini olish bo'linmasi xodimlari bilan va boshqa tashkilotlar bilan hamkorligimiz juda aloqamiz yaxshi. Biz hozirgi kunda shu oliy ta'lim muassasasi deydimi yoki bo'lmasa maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarida bizning xodimlarimiz tomonidan borib, ularni o'sha o'qituvchilar yoki bo'lmasa o'quvchilariga kunlik shu targ'ibot, tashviqot ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari bizni amalga oshirayotgan ishlarimiz ularni shu axborot xizmatlari tomonidan yoritib borilayotganligi. Bundan tashqari Mirzo-Ulug'bek tuman hokimiyati bilan birgalikda bizning xodimlar hamkorlikda kiber jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha videoroliklarni ishlab chiqarayotganligi va bundan tashqari Mirzo-Ulug'bek tumanida joylashgan barcha korxona, muassasa, tashkilotlarga biz rahbarimiz tomonidan xat chiqarilib, ular bilan hozirgi kunda hamkorlik masalalari yo'lga qo'yilgan va har payshanba kunlar huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni munosabati bilan bizning xodimlarimiz borib, ularga kiber jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha o'zlarining kerakli tavsiyalarini berib kelishmoqda. Tadbirda shuningdek kiber jinoyatlarning ko'plab holatlari fuqarolarning o'z shaxsiy va bank ma'lumotlariga nisbatan e'tiborsizligi natijasida yuz berayotgani, shu sababli kiber xavfsizlik markazi tomonidan doimiy ravishda fuqarolar o'rtasida tushuntirish va ogohlik ishlari olib borilayotgani qayd etildi. Shu maqsadda joriy yilning 1-dan 30-noyabr sanasiga qadar mamlakat miqyosida kiber madaniyatni yuksaltirish oyligining yana davom ettirilishi ma'lum qilindi. Mazkur oylik davomida aholining raqamli savodxonligini oshirish, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish hamda internet firibgarliklaridan kengroq ogoh etish maqsad qilingan. Savolim yoshlar va talabalarni kiber xavfsizlik qoidalariga o'rgatish bo'yicha ta'lim muassasalari bilan ham hamkorlik zanjiri o'rnatilyaptimi? Juda to'g'ri savol. Eng ko'p bizda jinoyat sodir etayotgan qatlam bu yoshlar. Kiber jinoyatni 70% ni yoshlar sodir qilyapti. Jabrlanayotganlari ham 60% yoshlar. Shu sababdan oliy ta'lim muassasalari bilan keng qamrovli tadbirlar amalga oshirilyapti. Xususan bitta oddiy misol tariqasida aytishim mumkin. Narxoz deymiz xalq tilida, narxoz bilan shahar memorandumi bor. Bizning xodimlarni ularni sun'iy intellekt kafedrasi o'qitadi. Ularning talabalari bizda malaka oshirishadi. Bir oddiy misol. Va bizlar mana kiber jinoyatni oldini olish bo'linmalari xodimlari tunu kun institutlarda targ'ibot qiladi. Kechqurun talabalar yotoqxonasida ham kiber jinoyatni oldini olish bo'yicha targ'ibot qilishadi. Faqat bizda bitta ochiq qolayotgan tomoni bor va bolalar kontentini rivojlantirish markazidan ham iltimos qilardik. Aynan maktab o'quvchilari, bog'cha yoshidagilar uchun mos va xos bo'lgan bolalar kontentini ko'proq tayyorlashimiz kerak. Bu oldimizga qo'ygan hozir istiqbolli rejamiz hisoblanadi. Bugungi kunda kiber xavfsizlik bu nafaqat texnik, balki ijtimoiy masala hamdir. Shunday ekan, har bir fuqaro o'z shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish, noma'lum havolalarni ochmaslik va ishonchsiz manbalarga bank kartasi ma'lumotlarini kiritmaslik orqali o'zini va jamiyatni himoya qilmog'i zarur.